Jangchilar, bir furani ko'rib qoldim. Mana shu setkasini ko'ryapsizlar? Mana setka oldiga. Mayda toshlardan, balondan qarama-qarshi yo'nalishdan kelayotgan односторонний yo'lga kirib qolsangiz, bu tosh otganda oynasini, stekloni sindiradi-da. Oynani toshdan himoya qilish uchun o'zi qo'limda yasaganman dedi, hozir gaplashdimda-mi? Ruskiy mashina ekan mana. Nomerim nomaganda-da, ya'ni men yoqtirmayman dedi. Mana qarang. Ko'ryapsizmi? Mana setka o'zi qo'lida yasagan ekan. Agar kimdaga ham shunaqa narsa kerak bo'lsa, mashinangizga qo'yib olsangiz bo'ladigan. Xalaqit beradimi haydashga desam, ha, ozgina dedim ish aytdi-da, tepasidagi boyagi profilchasi xalaqit beradi. No, ne strashno. Sidinani ozgina ko'tarib olaman bo'ldi, deyapti-da. Men birinchi marta ko'ryapman. Kimdir buni oldin ko'rgan. Surat yurgan bo'lsa ko'radi ko'pchilik. Shunaqa narsa kerak bo'lsa, yasatib olsa bo'lar ekan. Mashina o'zizniki bo'lsa, chiroyli qaramoqchi bo'lsangiz, oynalarni misol, oynasi ham qimmat turadi, bir trishina bersa tosh tegib ko'rinmay qoladi. Mumkin emas singan oyna bilan yurish. Shunaqa jarayon ana. Padishga tashab qo'yasizlar jangchilar.